Assalomu alaykum. Men ismim Shahzoda. Soham bo'yicha diplomli hamshira va bolalar massajistkasiman. Bugun men sizlarga uy sharoitida bolajonlarning oyog'ini tegidagi tonusni yechish ko'rsatib bermoqchiman. Buni hamma onajonlar o'rganib olib, o'zingizlar uyda qilsanglar ham bo'ladi. Birinchi bo'lib, qo'linglarni va bolajonlarning oyog'ini tegini yog'lab olib, massaj qilishni boshlaymiz. Oyog'ini ochib olib, keyin shu tovonidagi tochkasidan yaxshilab massaj qilamiz. Keyin 8 sonini 7 marta ketma-ket uzmasdan chizasizlar va bitta qoqib olamiz. Yaxshilab qoqib olganimizdan keyin 7 sonini 7 marta chizamiz. Qo'linglarni botirib yaxshilab bemalol massaj qilsanglar bo'ladi. Bu tonuslarni ochishga juda ham yordam beradi. Keyin yana bir marta qoqib olib 6 sonini 7 marta chizasizlar. Bolajonlarning oyog'ini tegini shu usulda 10 minutdan massaj qilsanglar, bir kurs massaj o'zida qanaqa zo'r bo'lib yechilganidan guvohi bo'lasizlar. 6 sonni chizib bo'lganimizdan keyin yaxshilab yana bitta qoqib olib, chetidan sekin spiral chizib, shunaqa yurg'izib kelishni boshlaymiz. Keyin barmoqlarni birma-bir ochib chiqasizlar. Barmoqlarning tagida tochkasi bo'ladi. Tochkalarni ham yaxshilab massaj qilib olasizlar. Keyingi videolarimda X-obrazniy va O-obrazniy oyoqlarga qanaqa massaj qilish kerakligini ko'rsatib o'taman. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, meni profilimga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'ying. Videoni bo'lsa, yosh onajonlarga yuborib qo'yishni unutmang.